Turk food blogerining aytishiga qaraganda, bu dangasa pahlavani onasi ko'p tayyorlab berar ekan va bu retseptni olib sizlarga taqdim qilishni istadim. Hamma mahsulotlarni video opisaniyasida yozib qoldiraman va aytib o'taman. 1 piyola sut, 1 piyola eritilgan margarin yaxshilab aralashtiramiz. 1 dona tuxum va 1 piyola kukuruz kraxmalini ham solib yaxshilab aralashtiramiz. Umumiy hisobda sizdan 3 piyola un ketadi. 1 paketchadan razrixilitel va vanilini ham esdan chiqarmaymiz. 1 piyola yong'oq va 1 osh qoshiq yong'oqni maydalanganini ham qo'shib yubordim, chunki bu o'zgacha ta'm beradi. Mayin qo'lga yopishmaydigan xamirni qolipga joylab, xuddi shunday kesib, so'ng duxovkaga 180 gradusga 35-40 daqiqaga jo'natamiz. Usti sal qizarsa bo'ldi. Ustidan sirop qo'yamiz. Uning uchun sizga 2 piyola shakar, 2,5 piyola suv va chimdim limon kisloti kerak bo'ladi. 15-20 daqiqa qaynatamiz va iligan 2 mahsulotni aralashtiramiz. Ya'ni siropni ustidan Cooking sizni pazandaga aylantiradi.